Assalomu alaykum hammaga. Bolalar qandaysizlar? Men hozir sizlarga qishlog'imni obzor qilib berishga harakat qilaman. Qani ketdik. Hozir videolardan ko'raylik. Ertalabdan beri turibdi. Salom Jidor, nima sotyapsan? Men ovqatlar sotyapman. Mayli, bir ko'raylikchi. Vav, shashlik yegim kelib ketdi. Bolalar, ketdim shashlikka pul olib kelay. Shota turibdi. Hop. Qani ketdi bolalar. Aytgancha shashlik yeyib. Endi bildim. Shashlik bashlik ovqat sotar ekan. Mana o'yligim kechagina chiqdi bolalar. Shunga men hozir shashlik sotib olaman. Qani ketdi. Vav. Hidi ham shulkasiz kelyapti bolalar. Nima olasan endi? Shashlik dedim-ku. Garang mana. Yo, 5 ta oltinmi? Shunchalik qimmat sotasanmi? Dedim, insof bormiz endi. Bolalar, hozir men sizlarga yangi uyimni tashlab beraman. Mana bu mening nargisi eski uyimda, bu yangi uyim. Uyimga ko'chib o'tmoqchiman. Lekin eski uyim ham yaxshiroq. Buni sotib olishim mumkin bolalar. Hozir kaltim bilan ochaman. Va 37 ta yumurta qoldirib ketganman har ehtimolga qarshi. Yopaman. Qani ketdi bolalar, biz obzorni boshlaymiz. Mana bu yerda qo'shnisin uyi. Mana bu men bu o'zimning uyim. Mana o'zimga kelib bitta olma bor ekan. Mayli, chekib olib. Bola mazza ekan, lekin zo'r ekan bola. Menga yo'q shashligi. Qarab kelaman davomida. Mana bu yerda sirli xona bor. Keyin men bilaman bu sirli xonani. Keyin men obunachilar sizga aytyapman. Mana sirli xona har bir tuylikda, mana shunaqa chiqadigan tuylikda qaysi jiddiy uyi bor. Mana chiqdi. Va men o'yinchi bilaman-da. Mana bu yerda. Bolalar. Hozir men bu yerga telefon qilib bilaman qayerdan chiqishdi. Va nihoyat oldim bolalar. Bugun kunam botib qolyapti-yu. Abetni yordim. Tozalaydimi? İlk çıktığım bolalar va bizden 27 ta foyda savzida. Ko'yar. Kartoshka yeyib. 27 kartoshkadan nechta foyda chiqargan. Bolalar, sizlar like bosib qo'yinglar, bu yangi kanal. Yangi kanalni rivojlantirishimiz kerak. Ana go bo'lmasa. Bo'ldi. Endi bu qo'shniga men qila olmam. Bo'ladi, qo'qar. Hozirdan bu safar yaxshi foyda chiqdi. Qo'ydim. Olma yeb olaydim. Mazza bo'ldi bolalar. Qani ketdik.
hammada teshilganmi? Mayli, qo'shni qurilish ishlari qilayotgan bo'lsa kerak. Hani biz tepaga chiqib ko'ramiz. Mana bizning qishloq. Sizlarga video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib qo'yamiz. Sizlarga video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib ketamiz. Xayr